eridan beruxsat ro'zg'ordan bir narsani berib bo'lmas ekan, payg'ambarimizdan so'rashibdi. Ey Allohning rasuli, gado kelib tilansa ovqat bo'lsa hammi? E'tibor bering. Gado kelib tilansa ovqat bo'lsa hammi? Payg'ambarimiz javob berdilar. Ha, ovqat bo'lsa ham, chunki ovqat molimizni eng yaxshisi emasmi? Gaplarni qarang. Haqiqatda dollarni yeb bo'lmaydi-ku, chaynab bo'lmaydi-ku, tillani yeb bo'lmaydi-ku, nonni yeyiladi. O'sha nonni ham eridan ruxsat so'rab sadaqa qilar ekan kitoblarda. Qaysi xotin eridan beruxsat sadaqa etsa, eri bilmaydi sadaqa qilayotganini, xotinini sadaqa etsa, savobi eriga yoziladi, xotinini o'g'irladi deb yoziladi degan. Shuning uchun birodarlar, ayol kishi eridan beruxsat birovga bir narsa berishi halol emas.